Gazoblok pol avtomat liniyamizda manaqa aravachadan ikkita bo'ladi. Manaqa relslarini o'rnatib qilib beramiz. Bitonlarni o'zingizga qo'yib berasiz, relslarni o'rnatib qilib beramiz. Manaqa avtomat resga xohlasang 220, xohlasang 380. Bunaqa qolipdan 10 dona bo'ladi. Qo'shimcha qoliplar kelishilgan holatda bo'ladi. Masalan, 10 talik, 11 ta, 12 ta, umuman kelishilgan donasini hisobda bo'ladi. Pol avtomat liniyani aytayman. Keyin bitta mishalkasi, mana g'ildirayli bo'lmaydi. Mana shunday g'ildiraysiz bir joyda o'rnaydi. Menga o'xshagan holatda o'rnaydi. Ikkala tarafda bitta suv yo'nqisi bo'ladi. 1 tonnalik suv motor, shablon, hamma yo'g'i bilan bo'ladi. Bu endi pol avtomat liniyasi. Endi ponni avtomat liniyasida manaqa dozatorlik, sementi, qumi, suv hammasi tarozi orqali bunaqa lentalari, qum elab berish manaqa elevatorlari, suv yo'nqislari, mana aqlli katyonlari, o suv olib beradigan 45 tonnalik manaqa silyos bonkeri bo'ladi. Endi hozir bu yerda kichkina qilib qo'yilgan. Bu yerda endi 3 evning odamlar kelib o'rganish uchun. Shunaqa bo'ladi komplektlar. Kimga shunaqa gazoblok uskunalari kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.